Yakshanba kuni tong yo'rishi bilan tang ayollar o'zlari tayyorlagan xushpuroqlik buyumlarini elib Hazrati Aysoning qabrisiga bordi. Ular qabrining og'zidagi toshning do'mi tezitilganligini ko'rdi. Qabriga kirib qarasa, Hazrati Aysoning jasadi yo'q turadi. Ular ko'zlariga ishonmay turganida to'satdan ularning yenida kiyimlaridan nur chaqnab turadigan ikki kishi paydo bo'ldi. Ayollar intayin aloqzada bo'lib, boshlarini yaga egishdi. U farishtalar ayollarga "Sizlar nima uchun tirik odamni o'lganlarning orasidan izdaysizlar? U bu yerda emas. U tirildi. U Galileya o'ksisiz turgan vaqtida sizlarga nima deganligini eslab beqinglar. U inson o'g'li yomon niyatli kishilarning qo'liga topshiriladi. Kreskimi mixlanib o'ltiriladi. Biroq 3-kuni qayta tiriladi degan emasmi?" dedi. Ular Hazrati Aysoning rost shundoq deganligini esiga elishib, qabr yenidan qaytishdi. Ular ko'rganlarining hammasini 11 elchi va boshqa shogirdlarga yetkazdi. Bu ishlarni elchilarga yetkazuvchi ayollar Majdallik Maryam, Yoanna, Yaqubning onasi Maryam va boshqa ayollar edi. Lekin elchilar bu ayollarning aytganlarini quruq gap deb qarab, ularning so'zlariga ishonmadi. Biroq Petrus o'rnidan turib, mozorga yugurib berib, qabrining ichiga qaraganda, yilqi kandir kepandan boshqa hech narsa ko'rmadi. U bu ishlarga intayin hayron bo'lib qaytib ketdi. Shu kuni shogirdlarning ikkilan Yerusalimdan 11 chaqrim yiroqlikdagi Yemayus degan yezg'i bordi. Ular yo'l bo'yi yaqinda yuz bergan voqealar to'g'risida so'zlashib kelayotdi. Dal shu chog'da Hazrati Ayso o'zi ularga yaqinlab kelib, ular bilan birga mangdi. Ular Hazrati Aysoni ko'rgan bo'lsa-mu, qandoqdir uni tanishga qurbi yetmadi. "Nima to'g'riliq paranglashib ketyapsizlar?" deb so'radi Hazrati Ayso ulardan. Ular qayg'uli holda qadimni to'xtatdi. Ulardan Kleopas ismli biri Hazrati Aysodan "Senza Yerusalimda turibmi? Yaqinda yuz bergan voqealardan qilchi xabaring yo'qmi nima?" deb so'radi. "Nima voqea ekan?" dedi Hazrati Ayso. "Nosiralik Aysoning voqeasi-chu", dedi ular. "U Xudoning oldidami, xalqning oldidami so'z harakatlarining kuchi bor bir payg'ambar edi. Oliy ruhoniylar va oqsoqollarimiz uni vali Platusning oldiga yalab opirib, o'lim jazosiga hukm qildirib, krestga mixlatdi. Biz aslida uni Isroillarga ozodlik olib keladigan kishi deb intizorlik bilan kutib kelgan edik. Biroq bundoq bo'lmay, hozir uning olamdan o'tganiga 3 kun bo'ldi. Lekin qiziq yeri shuki, bugun atiganda oramizdagi bir necha ayol bizni aloqzodi qilib, bizga mundaq bir xabarni yetkazdi. Ular saharda qabrga berib qarasa, Hazrati Aysoning jasadi ko'rinmabdi. Farishtalar ularga ko'rinib, Hazrati Aysoning qayta tirilganligini aytibdi. Buning bilan bizdan bir nechalar qabrga berib, ahvolning ayollarning ilqindak ekanligini, Hazrati Aysoning jasadining darvaqa yo'q turganligini ko'rib keldi. Hazrati Ayso ularga mundaq dedi: "Ey nodonlar, payg'ambarlarning aytgan so'zlariga nemoncha tasdi ishinsizlar. Qutquzg'uchi Masih Xudoning shon sharpiga erishishdan burun mana shu jabr jafolarni beshdan kechirishi kerak emasmidi?" Ondan u muqaddas yozmalarda Musa va boshqa barliq payg'ambarlarning o'zi haqida oldin yozilganlarini ularga so'zlab tushundirdi.
ular bordigan yesiga yaqinlashganda Hazreti Ayso safirini yana davomlashtirdigandek turadi. Ular uni tutib elib, kun o'ltirdi. Eli qorong'i tushdi. Biz bilan birga qo'nib keling deb o'tindi. Hazreti Ayso ular bilan qo'nmoqchi bo'lib uyga kirdi. Ular tamoqqa o'tirganda Hazreti Ayso nonni qo'liga ilib Xudoga shukr etdi. Ondan nonni o'shtib ularga sundi. Shu chaqda ularning ko'zlari ochilgandek bo'lib, Hazreti Aysoni tanidi. Lekin u hushtum-tut g'oyib bo'ldi. Ular bir-biriga u yo'lda biz bilan paranglashib, muqaddas yozimlarni tushundirganda qalbimiz go'yo o'tdek yonmadimi deyishdi. Ular darhol yo'lga chiqib Yerusalimga qaytib keldi. U yerda boshqa elchilar va shogirdlarning bir yerga yig'ilib, Rabbimiz rostdan tirilibdi, u Simonga ko'rinibdi deyishayotganligini angladi. Shuning bilan bu ikkilanmi yo'lda yuz bergan ishlarni va Hazreti Ayso nonni o'shtiyotganda o'zining uni qanday tunib qolganligini ko'pchilikka so'zlab berdi.